Xitoylik erimni uydagilarim bilan tanishtirdim. Xo'sh, bu qanday bo'ldi? Bir kuni ofisga borsam, xitoylik xolamiz, "Sen uydagilaringni olib kel, biz ular bilan yaqindan tanishmoqchimiz" dedi va men "Xo'p" deb javob berdim va oradan ozgina vaqt o'tgach, men uydagilarimni olib keldim. Ular juda iliq suhbatlashishdi va suhbatdan so'ng xitoylik xolam bizni ovqatlanishga taklif qilishdi. Va biz xo'p dedik, ovqatlanishga bordik. Ovqatlanish paytida xitoylik xolam onamga "Qizing bizga juda yoqdi, biz uni kelin qilmoqchimiz" dedi. Onam hayratlandi. "Bu qanday bo'ladi? Axir bola xitoylik, biz esa o'zbek" dedi. Xitoylik xolam "Buni hech qanday ajablanarli joyi yo'q. Agar bola senga yoqsa, u ham islom dinini qabul qiladi" dedi. Va onam o'ylab ko'rishini aytdi. Shundan so'ng biz ular bilan ko'p ko'rishishga kelishdik va shu orada mening tug'ilgan kunim yaqinligini xitoylik erim bildi va "Men sening tug'ilgan kuningni nishonlab beraman" dedi. Men "Xo'p" dedim. U mening tug'ilgan kunimni juda chiroyli nishonlab berdi. Uning do'stlari, xitoylik xolam keldi. Biz yaxshi nishonladik va biz ularga javob tariqasida "Biz sizlarga o'z yangi yilimizni ko'rsatamiz" dedik va yangi yilga taklif qildik. Ular do'stlari bilan keldi. Biz yangi yilni juda iliq nishonladik va biz ko'chaga olib chiqdik, aylantirdik, ularga har xil urf-odatlarimiz haqida gapirib berdik.